Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan mana shu ajoyib romoshka pechenyesini tayyorlashni o'rganamiz. Boshladik. Birinchi bo'lib xona haroratida erigan 120 gramm yaxshi sifatli margaringa 70 gramm saxarni pudra solib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Xona haroratida turgan margarinni qanday bilsa bo'ladi? Ya'ni margaringa qo'lingizni tiqqaningizda barmog'ingiz bemalol kirib ketsa, demak u xona haroratida turgan margarin hisoblanadi. Margarin va saxarni pudramizni yaxshilab 5 minut davomida ko'pirtiramiz. Oppoq massa hosil bo'lishi kerak. Ya'ni kremga o'xshagan oppoqqina massa hosil bo'ladi. Bitta tuxumni oq sarig'ini birgalikda chaqib, yana 1 minut davomida ko'pirtiramiz. Qanchalik yaxshi ko'pirtirsangiz, shunchalik pechenyemiz mayin va yumshoqqina chiqadi. Mana ko'pirtirib ham bo'ldik. Endi esa unni ikki qismga bo'lib aralashtirib olamiz. Unni juda ham ko'p aralashtirish shart emas. Faqatgina un bilan margarinli massa aralashsa bo'ldi. Un va massani ko'proq aralashtirib yuborsak, pechenya qandaydir o'zini mayinligini yo'qotib qattiqroq bo'ladi. Bu romashka pechenyemiz magazindagi pechenyedan ko'ra shunaqangi mazali va mayin bo'ladiki, bir yeganda og'zingizda ta'mi qolib, yana qilgingiz keladi. Albatta qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana unimizni ham deyarli aralashtirib bo'ldik. Endi mana shunaqa massa hosil bo'ladi. Silliq bo'lishi shart emas. Faqat un bilan massa aralashgan holatda bo'ladi. Endi esa konditerskiy meshogimizga sovib olib, yulduzcha nasatkadan foydalanib pechenyemizni shaklini hosil qilib olamiz. Meshokni siqqaningizda o'zi salgina qattiqroq bo'ladi. Bundan qo'rqib ketmang. Meshokdan chiqarib bo'lganimizdan so'ng pechenyelarimiz o'rtasini qo'limizni sovuq suv yordamida ho'llab, o'rtasiga chuqurcha hosil qilib olamiz jem solish uchun. Men pechenyelarimiz o'rtasiga qizil va apelsinli jemdan foydalandim. Oldindan qizirilgan duxovkada 180 gradusda 15 minutda pishirib olamiz. Jemimiz qattiq, termostabilniy jem bo'lishi kerak, ya'ni issiqqa chidamli jem. Shunda oqib ketmaydi. Shunga ham e'tibor bering. Mana pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Videoda pechenyemizni o'rtasidan bo'lib ko'rsatdim. Juda ham mayin va mazali chiqqan.